Assalomu alaykum muhabbat xonadonida mening qiziqishlarim kanal obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hammanglar yaxshi yuribsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana gortenziyalar gullaganlari, metelchitay gullarini qaranglar. Mana pastlarda ham gullab yotibdi. Mana bular anabel. Bular уже yashil bo'lyapti. Oppoq edi. Endi yashil. Gortenziyalar hammasi yaxshi o'sishyapti endi. Lekin hali unchasi yo'q. Men bitta bilasizlarmi? Men ham qaramayman. Mana qarang. Gortenziyam ochilibdi. Buni qaranglar. Ramlar orasida qolib ketganda mana 3 ta guli bor ekan-da. Mana siyoh rang bu. Bechora ham xo'stalar orasida ko'rinmay qolibdi. Endi bo'ylari o'ssa, keyin yana g'unchalari menimcha bor, hali yana ochiladi. Chiroyli ekan rangi. Hozir ko'rib qoldim. Aytadim, bu ham ochilibdi-yu dedim. Mana xo'stalar gullab yotibdi. Mana bu ham xo'stani guli. Mana mamutlarda mana bu qanaqa siyoh rangroq gullar. Metelchitay. Men endi hurmatli obunachilar, endi shuni qilib ko'rmasam bo'lmaydi. Anorxon opa bizning men Telegram gruppada ko'rsatdilar, parhama qilishni. Baraka topsinlar. Hammamiz ko'rib oldik. Endi menimcha hamma ko'rganlar qiziqib qilib ko'radi. Bitta bo'lsa ham, men hozir mana paket tayyorlab qo'ydim. Salafan. Men shox o'zi bemalol o'zi yotyapti-da, mana qaranglar. Mana bunaqa shoxlagani ko'proq bo'lsa juda yaxshi bo'ladi dedilar. Hozir mana mamutidan mo'ljallab sho'tinda yotqizib qo'yaman. Tegini ozgina hozir qo'lda ham mana shilyapti. Hozir shilamanda keyin men tegini chop qo'ydim, yumshoq qilib. O'zi yumshoq edi. Yana ham hozir. Mana shunday shilyapti. O'zi shilmasanglar ham bo'ladi dedilar, endi mayli. Shilib qo'yaveraylik. Bizdan nima ketdi, to'g'rimi? Hozir. Qani? Mana hozir yaxshi ko'ryapti, mana shildim. Mana ozgina shilaman. Endi qatidir tiyatdi. Keyin buni ustiga turpoq yotqizib, hozir buni amallab mana bitta xo'stalarimiz xalaqit beryapti. Mana bitini. Mana bunda. Mana shunday mana ko'mishim kerak. Ustiga turpoq qilib hozir ko'mamiz. Mana ozgina tiyiga shu qirilgan joyiga karnivin ham qilib qo'yaman. Mana. Mayli, dehanda yordam bo'ladi. Endi hozir to'xtanglar. Buni qo'yib olamiz, karnivinni. Endi buni amallab ko'mamiz. Mana qaranglar. Shoxlari ko'p-da men bitta. Mana mashta qirilgan joyi, mana turpoqqa tegizdim. Mana bu anaqamizni turpog'imizni sho'tga mana shunaqa qilib mayda turpoqlar bilan ustini yopamiz. Mana turib ketyapti bu. Mana bunday qilib bekorga ustiga g'ish qo'yilmaydi-da, o'shaning uchun mana bunday qilib yana
turpoq qilamiz. Devori ushlab turibdi. Ustiga turpoq ko'proq yoqib, to'g'rimi? Bizdan nima ketdi? Mana endi buni ustiga salafan bundoq yopdilar, qo'ydilar, keyin mana buni bostirib qo'yamiz. Ana. Endi mana yog'ini ko'tarib qo'yamiz hozir. Mana hurmatli obunachilar, bu bo'ldi. Endi mana bosh tomonini bundoq hozir turpoqni tepaga ko'tarib qo'yaman. Buni yana ko'rsataman sizlarga. Mana hurmatli obunachilar, bo'ldi. Mana bunaqa qilib, mana ko'chatini boshini ko'tarib qo'ydim. Tagiga mana turpoq ko'proq soldim. Bunda tepaga qaratib, bu endi mana gullaydigan, mana buni ham bunchasi bor. Gullayveradi bular. Bu yog'idan endi o'xshasa, xudo xolasa, ko'chat bo'ladi endi. Ana, buning chunki uzun baland shoxlari ko'pdi. Nariyo tomonga yana qilsam bo'ladi. Bu yerda mana buni qila bordi. Mana xo'stalar, ko'raman. Orasidan agar joy topsam, mana bitta katta shoxi bor. Uni ham qilib qo'yaman. Xudo xolasa. Hozircha bu bo'ldi. Endi nariyodan ana bellarim bor. Ular ham gullab bo'lyapti-ku. Ularni ham qilib qo'yaman. Endi o'rganvaldik-ku, endi qilaveramiz. To'g'rimi, hurmatli obunachilar? Mana hozir men bu kamela gullariga kecha suv quyuvdim, tegi qurib ketdi. Bu ancha quyoshda ham turadi. Hozir mana kaliy fosfat bilan jelezani aralashtirib quyaman bularga. Men bunga ham quyib qo'yaman mana sizga. Buni hali ekmadim, tuve topmadim. Mana shularga hozir shu dorilarni quyaman. Keyin ko'chada ana mayda atirgulim bor. O'shalar ham ranglari xloroz bo'lgan. Ana o'shalarga ham teginimda sal chopib yumshataman deb unga ham jeleza qo'yib chiqaman. Jelezaga gumi aralashtirib qo'ysam ham bo'ladi. Ana shunaqa. Sizlar ham qilib ko'ringlar, obunachilar. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bu shoxi hech narsa qilmaydi, yana o'sishda davom etadi. Mana gardinzam qaranglar. Bechora ko'rinmay ketibdi o'sha yerda, gullarning orasida. Mana endi xo'sh. Mana bularga suv quyishimiz kerak. Gullarimiz ochilgan. Bu tuvelarga hammasiga suv quyish kerak. Men bunga yana jeleza quyaman. Endi o'ziga kelyapti. Yana bitta quysam, negadir ranglari shunaqa bo'lib ketdi. Lekin shunda ham mana gul ochyapti. Mana buni tegidan kala o'sib chiqyapti, qaranglar. Kalani ham olib tashlash kerak, bu yerda kerak emas. Mana gardenzamizda hali g'uncha yo'q. Atirgullarimiz g'unchalayapti hammasi. Mana endi tak, mana bitta bu polarniy medved. Bu ham metilchday rosa zo'r sort. Bu gullar bo'lsa keyin qilaman. Bu gullasin. Mana bu metil anabelladan qilib qo'ysak bo'ladi. Hurmatli obunachilar, to'g'rimi? Sizlar ham qilinglar. Atirgullarni qilsa bo'ladi. Faqat atirgullarni ham shoxlari uzunroq bo'lishi kerak. Shunda yotqizib qo'yib, shunda ustiga turpoqni bunda to'kib qo'ysak, yopishtirib, o'shanda chiroyli bo'ladi. Mana bitta. Tak, mana bunga qaranglar, kecha suv quyuvdim, qurib ketibdi. Qani. Bu ham g'uncha ochyapti mana. Bu ham lantana xonlar. Hali bir gullab ketishsin. Mana atirgulim uzun bo'ylari. Shuni yotqizib qilsam bo'ladi. Mana buni ham qilsam bo'ladi. Mana shu sorti yaxshi. Mana shuni ham mashitga shunday yotqizib qo'ysam,
Ili mana bunaqasiga. Mana bunda yotib. Mana qilsak bo'ladi. İşimiz ko'p. Bilan qaranglar. Уже men bilan quyosh kuydiryapti mana. Yaxshi oxirgacha ochila olmayapti. Mana qaranglar. Mana floksiyalarimiz. Mana atirgullarimiz. Bularga hozir endi salqinda hammasiga suv quyishim kerak. Issig'ida quymasak bo'lmaydi. Floksiyani kimdir so'rabdi, hozir bormi deb. Hozir bozorda уже yo'q. Kuzda ham bo'lmaydi, chunki kuzda bu ko'payishga tayyorlanadi. Endi bahorda olasizlar. Men shuning uchun aytdim, bahorda birinchi chiqishi bilan aytdim. Hurmatli obunachilar, floksiyani olinglar, bozorda chiqdi. Juda ko'p. Tashi hamma sotdi floksiyani. Mayli ololmaganlar keyingi yil bahordan vaqtli olasizlar, keyin mana shunaqa qilib ekib qo'ysanglar, o'zi 5-6 ta olsanglar, undan keyingi yilga rosa ko'payib ketadi. Mana unchalari. Mana bitta nandina gulim bor. Mana mashina tegdi. Barlarni olib tashlashim kerak. Shtampovka qilib o'stiraman buni. Mana bu Mavludaxonni gullari, bu ham mana uzun bo'lib, anta 3 ta shox gullabdi. Uzun. Mana buni ham parxima qilib qo'ysak bo'ladi. Mana ishimiz ko'p. Hurmatli obunachilar, ish tamom bo'lmaydi. Mana qarang mana. Kecha ko'rsatuvdim, yana qolganlari ochilishyapti. Bugun havo yaxshi. Kecha mana qaldiroq bo'ldi, lekin yomg'ir yog'madi. Gullam haza qilardi. Yomg'irimiz yog'madi. Mayli. Mana bilan qaranglar. Mana kattaligi men qo'limga sig'maydi, mana ko'ryapsizlar. Mana hurmatli obunachilar, bizning Muhammadjon to'polonchimiz sportchi. Mana endi shunaqa kiyimlarda taekvondoga boradi. Har jumada kiyar ekanda, urushar ekan. Qani endi shapkasini ham kiychi? Shimlarini qaranglar buni. Voy bu ana. Uxti. Endi men bilani. Bularni Muhammadjon? Kiskada Oyoq qo'lga. bosmasligiga. Voy bu ana. Bize Muhammadjon tanimayapmiz endi. Anakami? Mana Muhammadjon shapkalarini kiydi, oyog'iga, qo'liga. Ali urushganda hech qatiga hech narsa qilmaydi mana. Qani, ana sportchi. Ana bo'lmasa, ana. Oyog'ing og'rib qolmasa, ana. Davollarga tepib tashlaydi ana. Bo'ldimi? Shapkalaring zo'r ekan, yumshoq ekan. Shapkalaring ham. Sog' bo'l. Voy, ana. Qaymanga bitta qarab qo'y bu yoqqa. Voy, bu zo'r. Kim olib kelib berdi endi bu kiyimingni? Ha, ana. Bugun bu yo'qmi sporting? Ertaga borasanmi? Bormay. Bugun yo'q-ku, dam kecha bording-ku. Mana bizning Muhammadjon. Taniyapsizlarmi to'polonchimizni? Mana Muhammadjon kiyimlarini yechdi endi. Qanaqa shug'ullanasizlar, qani ko'rsatgan. Ana. Bu taekvondoga boradi. Yunusoboddagi tennisni kortda. Uxti, ana. Voy.
O'zingdan baravar bola bilan urushasanmi? Muhammadjon? Yo o'zingdan kichkinami, yo katta bolami? Sen kichkina bilan urushasanmi? Baravar, ha? Ana. Mana. Молодец. Во. Ana. Mana bular yangi ochilayotgani oppoq hali. Keyin уже bular ham yashil tusga kiradi. Mana. Shu yozi bilan oppoq bo'lib tursa-da. Vaqtli ochildi-da bular ham. Mana bitta gvazdika bor edi, ana turistki. Kecha endi kesib tashladim. Endi tagidan ko'payyapti o'zi bular yonidan. Yana o'sadi. Mana buni qaranglar, mana buni. Buni kattaligini qaranglar. Voho. Qo'limga ikkita keladi. Mana og'irligidan egilib ketgan. Mana shularni ham mana shunday yotqizib parxima qilib qo'ysam bo'ladi. Mana bitta armagul mana buralib ochilyapti. O'syapti. Armalar bor. Ular sekin o'syapti, endi ko'ramiz. Mana bitta mana ariqlar ichida anaqa seldir sep qo'ygan edim. Nariyo tomonga sepganman, ariqgacha tushib ketibdi. Mana buni qaranglar. Chiroyliligini. Mana yana. Ana endi hozir jelezalar tayyorlab ko'chadagi atirgullarimga quyaman. Mana bittaga mana shunga quyaman, gartinziga. Mana. Keyin krupnolistni gartinzalarim juda ko'p-ku, o'shalarni ham parxima qilib qo'yaman. Kuzda ko'payib ketsa, keyin uni beramiz kimgadir. Mana hurmatli obunachilar. Mana bitimizdan yana mayda yomon o't o'sib ketdi. Yaqinda tozaladik. Qaranglar. Mayli. Ana endi shu bilan mana shuni sizlarga ko'rsataydi-da. Muhammadjonni ham ko'rdinglar. U sportlarga qatnashyapti. O'zi ancha o'tgan yil damir qatnaydi. Endi kiyimini olgandan keyin nima deydi? Urushar ekan bolalar bilan. Endi shunaqasi boshlanadi. Mana taekvondoga qatnashadilar. Ana endi shu bilan bugungi videolarni tamom qilaman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Likelarni bosib qo'yinglar, kommentariyalar yozinglar. Keyingi videolarda sog' salomat ko'rishguncha xayrlashib qolamiz.